Assalomu alaykum rahmatulloh. Mana bu xolasa Loyan firmasidan yana yangi skuterimiz chiqdi. Palso 5 talik poloslari, 5 ta volt egalik, zapaskasi bor. Zapaska baloni bor. Oldi oynasi bor. Prujuna qilib ishlangan bu. Resorsiz, o'ta yumshoq qilib ishlangan. Resor yo'q bunda. Prujuna mana bunday holatda ko'rinishga ega. O'ta ham yumshoq. Motor miyalar 1800 bo'ladi bunda. Akkumulyatorlarimiz 61 likdan 6 ta qo'yilgan. Rammalari ham o'ta baquvvat. Yon cho'ntaklari bor. Tormozning sistemalari mana podchimnikda ishlangan tormozning sistemalar. Podchimnikda bo'ladi bunda. Hop, zaryadnik, bokovoy, kaska, oyoq tagiga polik, kuloch, cho'ntaklargacha bor. Bu xolasa. Mana aka. Mana portlari o'ta baland bor. Chuqur bor. Qo'y toshsa ham bo'ladi. Yonlari zashtnik, orqalaridan zashtniklari bor. Mana taglari ko'rinishi.